Havadan bir qaraqış kelib, qo'y kiti üstüne düştü de, bir-iki aylık qına baranını tırnağına elektirip, yıraklarga uçup gitti. Bu halni yakındağına küzetip turgan bir kızgın balası o'zi aldına söylendi. Endi algan zo'rroq qo'yni olirga kerak edi. Bu qaraqishlarda aql birda yo'q ekan. Endi yosh qo'ylar bilan tirnoq pishratuvni kerak. Bu qadar zo'r kituda barandan qoladi necha soriq borli bo'lsa. Mina men tilesem neydi qo'yni olirga keragin bilar edim deb söylene kitu üstünde uçup eğlendi. Barcha qo'ylarni ko'zdan kechirganda munar sayırdan ozgina kishirek bir tekka ko'rindi. Bu tekka bizning bola qizg'inning ko'nglina bek sho'g'ash, o'l uzoq o'ylab turmishi tekkaning bidiralani qo'yishgan kigiz shekilli yununa o'tkin tirnoqlarini batırdı. Endi bizning qanotli ovchimizning o'yincha tobish bek zo'r ish ko'tarib uchudagina qoldi. Amma har yerda to'g'ri kelgan yoshlik, jularlik maqali bizning bola qizg'inni da suratlidir shu. Bishora qizg'in qay oziqni ko'tarirga ni kishansa da, ni g'azablansa da buldira olmadi. Halbuki tegi takaningina ovchi tirnog'ini o'lagunda xabari yo'q edi. Ola baligi shatanish og'zindagi shiramni shaynab turaydi. Hozir endi bizning ovchi ovidan umid uzdi, endi yishmasam o'zim qutulsam da shukr deydi. Amma osh ko'zillik orqasida tirnoqlar yunga tiran botgan, qodoqlab qo'ygan shekilli silkitir halda yo'q edi. Bu halni ketuvchilar ko'rdilar-da, qizg'inning tirnoqlarini pichoq bilan kesib, kuch hal bilan oldilar. So'ngroq ishib ketmasin deb ovchining qanotlarini da kesib, o'zin balalarga o'ynarga berdilar. Nafsingni tiya bilmasang, bir amal qilar oldidan niqlab o'ylamazsan, kuchli da, aqlli da kishilar qo'linda o'yinchiq bo'lungni kutda tur. Mujik tuzoq qo'yib bir necha shipshiqni tutdi da, ularga barmoq silkib shiltali boshladi. Aha, elektigizmi qoraqlar? Siz jay bo'yi mening orishimni, burchog'imni shukladingiz. Men hozir sizning hammagizning mo'ynin birib toshlarmanda, butqaga solirman deb aytay ekan. Orishqanda shipshiqlar orasindagi qizil tushga da ko'zi tushgan. Sen qizil tush nechik bular orasida lakding deb so'ragan. Qizil tush bek qo'rqib qina yo'lna boshlagan. Tinglar og'ay, men senga shuning nechikligini söyleyeyim. Men senin qirlaring ustidan shipshiqlarga qo'shilib uçsam da, hech kimada sening burchoqlaringga zarar keltirmadim. Mening gunohim yo'q, sen meni ozod etingdi degan. Mo'shak o'ylab turganda, yaliniga qarshi bo'lay javob bergan. Yo'q, men seni ozod etmayman. Sen balangni o'zingdan ko'r. Qoraqlar bilan birga yuriysan. Gunohsiz bo'lunga ishona olmayman degan. Xalq maqalida kim arbasına otursan, şunun jiran jirlarsın deb yuqqag'ini aytmagandir. Qoraqlar kituunda yurgan qizil tushga da ishonish yo'qdir.